Umuman muammoyim yo'q deydigan tanishlar uchun, klientlarimiz uchun mana shunaqa alyumin karkasli LED lampali soyabonimiz bor. Bu 4 metrga 4 metr bo'ladi. Yonboshdan chiqqan bo'ladi. Bo'yini ham ko'ryapsizlarmi, bo'yini, qanaqa balandligini? Mana profillari ham alyumindan qilingan bo'ladi. Juda ham qalin, mana solishtirishlar uchun mana qo'limdan qancha katta bo'lib turibdi. Xo'p, mexanizmlari ham mana ustidagi korpuslari plastmassa bo'lmaydi. Alyumindan qilingan bo'ladi. Tagida pedallari bor. Pedalni bosib 360 gradusga aylantirsa bo'ladi. Soyabonni o'zini materiali ham mana o'tkazmaydigan bo'ladi. Kunda uncha-munchaga rangi o'chmaydi. LEDlari qanaqa bo'ladi deydi ko'pchilik. Mana shu profillarda o'zini zavodskiy LEDlari bor. Tepasida mana shu solishni paneli, ya'ni quyoshdan energiya olib o'zi zaryadga beradigani. Mana bu modellarimiz siz joyingizda anchagina premium ko'rsatadi. Plyuskina mana shu soyabonlarimiz sizning mijozlaringiz uchun qulaylik yaratib beradi. Mana shunaqa 3 xil rasvetkada yoqishi mumkin. Bu mijoz uchun yanada ham qulay atmosfera, rasmga tushish uchun ideal muhit yaratib beradi. Plyus tagida pedallari bor. Bu pedallarni bosib siz bu soyabonimizni o'zingizga qulay bo'lgan burchakka aylantirish imkoniyatlaringiz bor. Tagidagi toshni siljitmasdan. Kimga mana shunaqa katta hajmdagi soyabonlar kerak bo'lsa, bemalol bizga qo'ng'iroq qilinglar. Har doim xizmatinglardamiz. Seaside siz va mijozingiz uchun qulaylik ulashadigan kompaniya.